Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum. Hürmetli görürmenler. İstiklal gündəlik xəbərlərimizi görüşünlərini qarşı alımız. Mən Abdullah Yalğun. Programımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünya gün tərtibindəki ən mühim xəbərlərini huzuruna sunumuz. Qınamızda qıtanlar ekranımızda olsun. Aldınqı bir yılda Şərq Türkistandan 90 milyon tonlu kömür talan-taraj qılınğan. Xitay işğaliyyət astidagi Şərq Türkistanның türlük baylıqlarını keng ko'lamda to'xtovsiz bulang-talan qilayotgan bo'lib, 2024-yili Şərq Türkistandan bulang-talan qilinib, temir yo'l orqali Xitoyga to'shilgan kömür miqdori 90 milyon tonnadan oshgan. Tangritog' to'rining 7-yanvar xabar qilishicha, Xitoy temir yo'li Urumchi idorasi guruhi cheklik shirkatining ma'lumotlariga asoslanganda 2024-yili temir yo'l orqali Şərq Türkistanning kömürünü bulang-talan qilib, sirtqi to'shish miqdori 90 milyon 610 ming tonnaga yetgan. Bu tunji qitim 90 milyon tonnadan eshishi bo'lib, 2023-yildagidan 50,2% ko'paygan. Xabarda 2024-yili Xitoyning kömürga bo'lgan ehtiyojining oshganligi, idora hal qilgan aylanma transport qatnash liniyasidan 21 ni qurganligi, yuk poyezining sur'atini teziltish, 10 ming tonnalik poyezni ko'paytirish qatorliq bir qator tadbirlarni yo'lga qo'yib, transport unumi va yo'l iqtidorini o'stirganligi. Natijada 2024-yili Şərq Türkistandagi temir yo'lida har kunda 12 ming vagonga yuk qachilash doimlik holatga aylanganligi qayd qilingan. 2024-yili 9-oydan boshlab Şərq Türkistandagi Xitoy temir yo'l tarmoqlari Şərq Türkistanning kömürünü talan-taraj qilib, sirtqi to'shishga kapolatlik qiladigan 15 moddalik tadbirni tuzib yo'lga qo'ygan va har kuni 134 qatim kömür poyezi qatnagan bo'lib, kunlik sirtqi to'shilgan kömür miqdori 290 ming tonnadan oshgan. Xabarlarda ma'lum bo'lishicha, Xitoy kömür bayliqini bulang-talan qilish miqdorini texmi zo'raytirish uchun Şərq Türkistandagi kömür konlarini aqliy iqtidorlashtirish qurilishini kengaytgan bo'lib, hozirga qadar 29 kömür konda aqliy iqtidorlashtirish tamomlangan. Undan boshqa kömür qazish sur'ati tiziltirilganligi, navbatda Şərq Türkistanda 100 milyon tonna darajalik kömür ishlab chiqarish, ta'minlashga kapolatlik qilish bazasidan ikkisi qurilganligi xabar qilingan. Xitoy Şərq Türkistanға tajovuz qilib kirgandan tortib, irqiy qirg'inchilik siyosatiga mos holda turli tabiiy boyliqlarni talon-taraj qilish jinoyatini to'xtovsiz davomlashtirmoqda. Bu jinoyatlar bir tarafdan Xitoyni zo'r iqtisodiy manba bilan ta'minlagan bo'lsa, yana bir tarafdan Xitoydagi energiya krizisini hal qilishdagi muhim chorasi bo'lmoqda. Amerika Tengshun qatorliq shirkatlarni qora tizimlikka kirgizdi. Amerika Tengshun, Ningde qatorliq Xitoyning bir qism fan-texnika shirkatlarini Xitoy armiyasiga yordam beradigan shirkatlar tizimligiga kirgizdi. Amerika vazining xabar qilishicha, Amerika Davlat Mudofaa Ministrligi 6-yanvar Xitoyning tor o'yini va ijtimoiy taratquv magnati Tengshun shirkati va batareya ishlab chiqaruvchi Ningde davr shirkati qatorliqlarni o'z ichiga olgan bir turkum Xitoy texnika shirkatlarini Xitoy armiyasiga hamkorlashgan shirkatlar tizimligiga kirgizgan. Bu haqda e'lon qilingan hujjatda deyilishicha, jazo tizimligi yana o'zak ishlab chiqaruvchi Changshin saqlag'uchi texnik shirkati, Yiyuan aloqa shirkati va uchquchisiz aeroplan ishlab chiqaruvchi Daotong shirkati qatorliq Xitoy shirkatlarini o'z ichiga oladi ekan. H1260 deb ataladigan bu tizimlik Amerikaning aloqador qonuniga asosan har yili cho'qim rasmiy tuzilishi va yangilanishi kerak ekan. Federatsiya tizimligi to'r betida e'lon qilingan uqtirishga asoslanganda bu tizimlikka 134 shirkat kirgizilgan. Tengshun shirkati Xitoyning dangliq aloqa abditali undidorning ona shirkati bo'lib, Tengshunning Amerikadagi pay cheki tashqi perevod savdosida 8% tuvanlagan. Tengshun shirkatining bu haqda e'lon qilgan bayonotida shirkatning tizimlikka kirgizilishining aniq xatolik ekanligi da'vo qilingan. Tengshun bayonotida yana biz harbiy sanoat shirkati yoki harbiy uskuna ta'minlovchi shirkat emas, jazo yoki eksport kontrolligiga o'xshamaydigan yeri shuki, bu tizimlik bizning savdomizga ta'sir ko'rsatmaydi degan. Ningde davr shirkatimi bu jazo tizimligining xatolik ekanligini va shirkatning hech qanday harbiy ishlar bilan shug'ullanmaydiganligini da'vo qilgan. Mazkur tizimlik haqida boshqa shirkatlar va Xitoyning Washingtondagi bosh elchixonasi muxbirlarga javob qaytarmagan. Xitoy Tashqi ishlar ministrligining yangidan tayinlangan bayonotchisi Go Jakun 7-yanvar muxbirlarning bu haqdagi savoliga javob berib, Amerikaning kemistish xarakterlik tizimliklarni turg'izib, Xitoy shirkatlariga zarba berayotganligi, bu xatoliklarni darhol tuzatishi kerakligi haqida jar soldi.
namoyishchilar Pokiston bilan Xitoyning muhim savdo yo'lini to'sib oldi. Pokistonda to'xtab qolish sababidan tosh yo'lga yig'ilgan namoyishchilar Pokiston bilan Xitoyning muhim savdo yo'lini to'sib olgan. Birlashma axborot agentligining xabar qilishicha, Gilgit-Baltistonning Ali-Abad rayonida yuzlagan namoyishchilar to'xtab qolish sababidan namoyish qilib, Pokistonning shimolidagi asosliq tosh yo'lni to'sib olgan. Norozilik namoyishining sababi qishning qattiq sovuqiga qaramay, aholilar rayonda 20 soatga yaqin to'xtab qolgan. Hafta oxirida boshlangan namoyish Pokistonning Xitoy bilan bo'lgan savdosini qalaymaqonlashtirib, sayohatchilarni uzun yo'l besishga majburlagan. Hukumat bu ahvolni hal qilish uchun namoyishchilar bilan suhbat boshlagan bo'lib, namoyishchilarning yo'lni qamal qilishi sababli 700 dak yuk mashinasi chegara ig'izida to'xtab qolgan. Bu ahvol rayonning mol bilan ta'minlashiga ta'sir ko'rsatgan. Bildirilishicha, bu namoyish Sharq Turkiston bilan Pokistonni tutashtiradigan savdo va ul aslahalarini yaxshilash da'vo qilingan Xitoy-Pokiston iqtisodiy koridori doirasidagi bo'lakda yuz bergan. Trump Amerika Panama kanalini Xitoyga bermagan edi, dedi. Yaqinda vazifaga o'ltiradigan Amerika prezidenti Donald Trump Panama kanali bilan Grenlandni kontrol qilish uchun zarur tepilganda harbiy kuch ishlatilishi mumkinligidan bishorat berdi. Donald Trump Floridada muxbirlarning savoliga javob berganda Panama kanali bilan Grenlandni kontrol qilish uchun harbiy kuch ishlatmaydiganligi to'g'risida va'da bermaydiganligi haqidagi savolga yo'q, va'da berolmayman. Balkim ba'zi ishlarni qilishimiz kerak bo'lishi mumkin. Iqtisodiy bexatarligimiz uchun bularga ehtiyojligimiz, dedi. U Panama kanalining Amerika armiyasi uchun yasalganligini, biroq bugungi kunda Xitoyning foydalanayotganligini bildirib, Panama kanali davlatimiz uchun hayotiy ahamiyatga ega. Biz Panama kanalini Panamaga topshirib berdik. Afsuski bugun Xitoy foydalanayotdi. Biz Xitoyga bermagan edik, dedi. O Amerikaning Kanadaga hech qanday tariqada muhtoj bo'lib boqmaganligini, dal aksicha Kanadaning o'zlariga muhtoj ekanligini ilgari surib, Kanada Amerikaning bir shtati bo'lishi kerak, dedi. U Kanada armiyasi askarining nihoyatda oz ekanligini eskartib, Kanadani aslida biz qo'g'daymiz. Ular bizning armiyamizga ishonadi. Bu masala emas, ammo buning bedelini to'lashi kerak. Bu adolatsizlik, dedi. U Kanadani qanday qilib Amerikaga tava qiladiganligi to'g'risidagi savolga Amerika iqtisodining kuchi va Amerika bilan Kanada o'rtasidagi iqtisodiy tangpongliqdan foydalanamiz, deb javob berdi. Amerika Suriyaga qaratilgan ba'zi cheklamalarni vaqtincha amaldan qoldirdi. Amerika Suriyaga qaratilgan ba'zi cheklamalarni vaqtincha to'xtatib, G'arbning Suriyaga qo'ygan jazolarining amaldan qoldirilishi haqida umid paydo qildi. Al Jazeera torining 7 yanvar xabar qilishicha, Amerika Suriyaning o'tkinchi hukumatiga qarata ba'zi cheklamalarni bekor qilib, energiya setishni o'z ichiga olgan qisman savdo ishlariga ruxsat qilgan. Bu ruxsat amaliyotda insonparvarlik yordamiga qulaylik yaratib berish bo'lib, buningdagi asosli maqsadning Bashar Asad ag'dirilgandan keyin kasatlashgan Suriya iqtisodining asliga kelishini qo'llash ekanligi bildirilgan. 6 oylik odatdagi ijozatnoma Suriyaning asliga kelishini qo'llash bilan birga navbatda ijro qilinayotgan jazoni saqlab qolish uchun o'tirg'a chiqarilgan. Bashar Asad ag'dirilgandan keyin Suriyaning yangi savdo ministri Suriya iqtisodining qattiq jazo sababli ig'ir xirisga duch kelib qolganligi to'g'risida xalqaro jamiyatni ogohlantirgan bo'lib, u Suriyani qayta qurish fursati bor ekanligini ta'kidlagan. Bundan boshqa xalqaroliq Osiyo navbatchi aeroplanlari Suriyada qatnash boshlagan bo'lib, bu davlatning urushdan keyingi o'tkinchi bosqichdagi muhim qadamini ko'rsatib bergan. Suriya tashqi ishlar ministri Asad Hasan Ash-Shibani seshanba kuni bu harakatni jazoning to'liq bekor qilinishining bir qadami qilishga chaqirgan hamda jazolarning davlatining asliga kelishidagi asosli to'salg'u ekanligini ta'kidlagan. Hurmatli ko'ruvchilarimiz, shuna qilib bugungi xabarlarimiz mush yerda oxirlashdi. Atigi programmamizni ko'rishguncha omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.